Assalomu alaykum Uyg'ur choyxonasi suhbatlari programmamizdagi aziz ko'ruvchilar. Bugun 2026 birinchi oyning 27 kuni. Bugun biz Uyg'ur choyxonasi suhbatlarining naq maydon programmasida alohida bir tema, ya'ni koinotning eng sirli qurilmasi bo'lgan Tara teoriyasi haqida paranglashamiz. Biz bu programmamizga Yaponiyadagi Uyg'ur ziyolisi Qavulji Abdurayim taklif qildik. Qavulji Abdurayim 2025-yilni Uyg'urlar uchun zamoniy fan texnika yili qilaman deb bir yil izchil har 2 haftada bir qatim Uyg'ur choyxona suhbatlarida izchil suhbat olib berish orqali 2025-yilni muvaffaqiyatli tamomlab 2025-yil 1-oyning 30-kuni 1 yillik bergan suhbatidan xulosa chiqargan va 2026-yilni Uyg'ur koni texnika yili qilaman deb o'ziniki plan o'tirib qo'ygan edi. Bugun biz shu plan bo'yicha bizga moddaning eng kichik zarrachalardan tortib koinotning ko'p o'lchamli qurilmasi bo'lgan bilimlarni so'zlab berdi. Tara teoriyasi faqat fizik sohasida fizik masalasi emas, balki bizning koinotga bo'lgan tushunchamizni tubdan o'zgartirgan bir muhim bo'lgan bir inqilob. Bugun biz birlikda fizikaning bu sehrli dunyosiga qadam tashlab boqaylik. Assalomu alaykum Qavuljon, qimmatli vaqtingizni chiqarib Uyg'ur choyxona suhbatlari programmasiga naq maydonda qatnashib berganingizga chin ko'ngildan rahmat aytaman. Va alaykum assalom, sizga rahmat. Rahmat Qavuljon, siz izchil tirishchanlik qilib 2025-yilni Uyg'urlar uchun zamoniy fan texnika yil qilaman deb bir yil izchil suhbat programmasiga qatnashib xalqimizni zamoniy fan texnikadan oqartib bordingiz. 2026-yilni yana izchil o'zingizdagi plandan o'ttirib chiqib xalqimiz ichida bir xo'shallik bir xabarlar bilan fan texnik bilimlar bilan millatni qurollantirgan bunday ideyalaringiz ko'pimizni xush qildi. Shuning uchun jiq odamlar sizga o'zligi hurmatini bildirib bizga uchur qilyotdi. Bu suhbatni 2026-yilda davomlashgan albatta xush bo'ldi. Qarindoshlarimiz mana bugun 2026 suhbatdagi tunji sonni boshi oldida turyapmiz. Hamsi ekran sizda xush. Assalomu alaykum qarindoshlar. Hozirgi vaqtingiz xayrli bo'lsin. Biz 2025-yilni yuqori fan texnika Uyg'urlar yili shu orasida elib borgandik. Asosliq nazariya qismini so'zlagandik. Quantum fizikasi va yuqori texnika munosabatli nazariyani so'zlagandik. Bu qatimcha vaqtda bir qadam ilgarilagan asosda Uyg'ur quantum texnika yili shu orasida elib boryapmiz. Buning asosliqi shu quantum texnikasi, mexanikasi va texnikasi qilganimiz. Chunki quantum fizikasi nazariya, mexanika va texnika 3 qismga bo'lindi. 3 qism birlashgan vaqtda uning o'zining kuchini ko'rsatadi quantum fizikasi. Shuning uchun quantum fizikasiga nazariya qismi, ya'ni fizikalik o'yinish, harakatni va o'zgarishni tadqiq qilishdan, ya'ni zarrachalarning o'zgarish va harakatini tadqiq qiladigan fan quantum fizikasi bo'ladi. Uning ikkinchi o'rtada bu quantum fizikasi dunyoga kelib fizik dunyosini ikkiga bo'lib o'tdi, ya'ni quantum fizikasi va klassik fizika deb. Klassik fizika asosi bilasizlar Newton fizikasi va Einsteinning formulalari degandeklar. Quantum fizikasi vaqtda, ya'ni quantum fizikasi odatda mikro dunyoning fizikasi. Bu vaqtda makro dunyoning, ya'ni klassik dunyoning vaqtda fizikasiga bo'ysunmaydi qonuniyatlarga. Shunga bu vaqtda ayrilib chiqdi. Endi bu kelib chiqqandan keyin yana bir qadam ilgirgi asosda quantum mashina o'rganish degan bir mashina o'rganish chiqqan gap. Bu kelgandan keyin klassik mashina o'rganishni yana ikki davrga bo'lib o'tdi degan gap. Chunki hozir mashina o'rganishlarimiz klassik mashina o'rganishga kelib qoldi. Buncha vaqtda biz bilib bo'lganlar bu hozir hamma asosan quantumga hujum qiladi degan cho'ng shirkatlar. Kichik shirkatlar o'zi quantum mashina o'rganishda elib beradi degan. Endi vaqtda bunga o'xshashlar ayrida. Endi bu neural network shu neural networklarni odamning nerv sistemasini asos qilib tuzilgan bir mashina o'rganishning qismi. Buncha vaqtda quantum neural networkda bu yana neural networkni ikkiga bo'lib o'tadi. Klassik neural network va quantum neural network. Shuningdek vaqtda quantum fizik chiqdi, davr bo'ladi degan. Xuddi 1990-yil tor dunyosi, ya'ni internet dunyoga kelishi qanday bir taraqqiyotni, qanday bir o'zgarishni keltirib chiqqan bo'lsa vaqtda quantum mashina o'rganish, ya'ni quantum AI davr kelgan vaqtda oshnondan vizasi kuchli. Hatto men ba'zida o narsa dedi,
Men aşırı deyapman, vizasi kuchlik bo'lgan taraqqiyotni qo'lga keltirdi degan gap. Hozirgi sun'iy aqllar uni oldida hech nima bo'lmaydi, hech nima qilmaydi degan, hech nima qilolmaydi degan. Hech nimaga arzimas bo'lib qoldi degan. Shuni Shuncha yoqda kvantum fizik, kvantum texnikasi biz o'rgansak bo'lmaydigan. Bularmi bizdek to'plamlarga nisbatan Uyg'urlar bularmi o'rgansak bo'lmaydigan texnikalarning birisi degan. Chunki har qaysi jihatdan yo'qolish xirisiga duch kelayotgan bir to'plam bo'lganligimiz uchun yoqda buni ham o'zimizni saqlab qolish, ham yoqda kelgusiga o'zimizningki bilimni joyga ulash. Maqsadimiz oshirimiz deyotganimiz chuqur kvantum davrida o'zimizga kuchli o'rnimizni ola olishimiz kerak degan. Bu musoyoqda shallanib qolamiz degan. Texnik keldi. Qancha qarashtirib olsaqmi baribir keldi. Chunki vaqtda o'zimiz ashnaqa maslashib texnikani ilgariga olsak o'zimiz o'ynalishimiz kerak degan. Amcha vaqtda bugungi mazmuncha vaqtda dunyodagi cho'ng teoremlar bor. Mana she'r qiladi. Hambalish. En 1930-yili kvantum fizikasi Newton Einstein davrida, Heisenberg davrida, uning ikkinchi vaqtda va boshqa fizikshunoslar davrida vaqtda 1930-yili asosan fizikninki haqiqiy gullangan davr deb qarasak bo'ldi. Chunki o'sha vaqtda Nobel mukofotiga erishgan bir rasm bor. Men to'g'ri chiqarib qo'ydim, oldin qaytim suhbat dedim. Aytgancha vaqtda Nobel mukofotiga erishgan, ya'ni fizik dunyosida hozir ovoz bormi? Qarindoshlar ko'rayotganinglar bir ovoz qandoq denglar? Hozir mana ko'zsigan nimasini cho'ng ekran qoldirib uchun ba'zi ovoz chiqmay qolib qoldi ekancha. Anglayotgan bir uchrab o'rayotgan bo'lsanglar. Qara ola qopda tara degan. Xato qilibdi. TV'dan yaqin emas bo'lmasa nima shunday qoldigina. Ovoz bor deydi, boshlayvering hamsa. Hozir o'sha PPTni ko'rsatasiz hozir, ha? Ha. Nimaninki nimasini evet, bir xit xatolik qilibdi. O'ziga deydi. O'ziga deymi? Okey, o'ziga deydi. Ovoz anglatgan bo'lsa, endi bor deydi boshdan. Tara teoremasi yo'qda inglizcha string theory deymiz. Ya'ni string degan yeb, tara, sim degan ma'noda. Endi nima ish qilamiz? Biz Uyg'urcha tarjima qilsanglar, balkim yo'lg'in lug'ati va boshqa lug'atlarda izlasanglar, yeb, sim degandek ma'no chiqdi. Uning ikkinchi vaqtda tara degan ma'nosi va duttaning tarisi, temperning tarisi bor, ravotning tarisi. Ashnoda tara deydi. Tara degan gap. Endi bu yerda nima ish qilgan? Tara nazariyasi deb oldim degan vaqtda bu mushu 1930-yili ya 30 keyingi 40-yil araliqlarcha vaqtda daniq muzik sunashlarmi? Muzika shunaslarmi? Mushu kvantum fizikasida o'zining aslik, o'zining bir teoremalarini o'tirib qo'yish uringan. Hozir men ashlarningki kuchi bor degan gap. Ular endi dedi vaqtda har qanday bir narsa tavrinishdan hosil bo'ldi. Har qanday bir narsa tavrinish holatida bo'ldi. Xuddi biz dutta chasak tari bor-ku, tarinda bir chekib olsak titraydi-ku. Ashna bir titrash bosqichida deb. Men ko'rmaydiganman, men qancha harakat ko'rsatsam, tushunami? Hozir ikkimiz ko'rsasak, o nim bo'lib qoldi ekan-ku. Amsa harakat qilmasam bo'lgan. Men tushundirman deb harakat qilib ketdim. Ash tardek nazariya deb qarasak bo'ldi endi. Tar nazariyasini yeb deymiz. Xuddi ma'no qarasangiz joyda amaliyot joyda barliq olamdagi barliq zarrachalar va kuchlarning joyda birli matematik ramkasini tushuntirib berish maqsadida shunday bir nazariyalar o'tirib chiqadi degan gap. Ya'ni daniq fizikshunoslar joyda cho'qim olamning bir qonuniyati bo'ldi, birli nazariyasi bo'ldi. Ya'ni bir yerdan taqalgan bo'ldi deb qaradi degan gap. Bu bizningki dinimizmi, islom dinimiz shunday qaraymiz-ku. Ya'ni olamning boshini kontrol qiluvchi bir nuqta bor degan. Shunga o'xshash, ashna hamma dunyoda hamma narsani tutib turayotgan, hamma narsaning bir teoremasi bor degan nazariyani o'tirib qo'ygan degan gap. Shuningdan joyda bu tarix nazariyasi va boshqa nazariyalar o'tirib qo'ygan. Bular emas, boshqa nazariyalar bor degan gap. Hamda bularning ichida biroz utuq qazananlari, biroz daniqlar bo'lgancha tarix nazariyasi va boshqa nazariyalar bor degan gap. Ya'ni bo'shliq nazariyasi bor, maydon nazariyasi bor degandek. Bular joyda o'zligi tushliq rivojlanadi degan gap. Hamda har qaysining o'ziga tushliq tadqiqot sohasidagi insonlari va tadqiqotning a'zoq natijalari bor degan gap. Hamda buni joyda amaliy amaliy tajriba qilish imkoniyati bormi desa hozircha yo'q degan gap. Xuddi 1930-yilda kvantum fizikasdagi entanglement yoki
superposition, ya'ni ki chirmishash yoki bo'lmasa alayda deganni yoki bo'lmasa to'nillash deganlarni joyda tadqiq qilish, tajriba qilish, amaliy ko'rish tajribasi imkoniyati bormi? Yo'qdi. Uni joyda 40 yildan keyin tajriba qilib isbotlandi, ammo joyda unda bir ovoz chiqdi. Fizik dunyosi joyda uningga texi unda bo'lishliqi mumkin emasligini datalash deydi. Shuni 2025-yili Nobel mukofotiga erishganlar. Bu tajribasini joyda 1940-yili latrabida tajriba qilgan natijasini joyda uning natijasini mevasini 2025-yilda ko'rdim. Ya'ni 40 yildan keyin ko'rdim bo'lamda. 1985-yilda. 85-yili isbotlan tajriba qilgan narsani joyda mevasini 25 yildan keyin 40 yildan keyin ko'rdim gap. Ana boshqa joyda 30-yillar va 40-yillar qo'ygan nazariyaga asosan ular ash nazariyani amaliyotda isbotlagan gap. Shuning uchun joyda nazariyani o'tirib qo'yganlar boshqa, uni isbotlab amaliy dunyoda ishlatish imkoniyati bormi yo'qmi, qo'llanish imkoniyati bormi yo'qmi degan joyda isbotlaganlar Nobel mukofotiga erishadi degan gap. Agar joyda siz tarix nazariyasi, mustadi quantum physics dunyosi bir tadqiqotlar shug'ullanmoqchi bo'lsangiz, bu yana bir bo'shliq bor degan gap. Fursatınız bor degan gap. Albatta, unda fursatınız bor deganlik tizim o'rganib bunda qilishning emas, bunaqa 70-80 yilni yaqi to'xtovsiz fizikshunos olimlar izlanadi degan gap. Texicha buni amaliyot tajribalar joyda isbotlash imkoniyati yo'q degan gap. Endi nimishqa hamma narsaning nazariyasi degan narsa. To'g'rimi? Kvant mexanik joyda intayin nihoyat kichik bo'lgan zarrachalarni tadqiq qilgan gap. Endi Einsteinning nisbiylik nazariyasi bizlar umumiy nisbiylik nazariyasi, ana so'zi tarmandagi nisbiylik nazariyasi degandek nazariyalar bor degan gap. Endi mush birisi joyda makro dunyo, yana birisi joyda mikro dunyo. Ikkisini joyda bir-biriga bog'laydigan, ya'ni bir-birini birlashtiradigan bir ko'riklik rol o'ynaydigan bir narsa bormi-do? Deb mushtada izlanadigan gap. Ya'ni ikkisini maqsad bir ko'rik bo'lib birlashtirish degan gap. Shu chiqish nuqtasini qilib turib joyda izlanishlar qilish joyda mujda tarix nazariyasi va boshqa nazariyalar o'tirib chiqadi degan gap. Chiqdi. Endi boshqa tortish kuchini bo'lsa-ku, Newtonningki eg'irlik kuchi va tortish kuchi, ya'ni narsalar. Ham tortish kuchi joyda har qanday bir narsa o'zaro tortishgan. Bu mikro olamda, makro olamda qanday bo'lishidan qat'iy nazar adam bilan odamni bir-birini tortishtiradi degan gap. Faqat u kuchni kichik bo'lganligi joyda his qilmaymiz degan gap. Ham his qilganimiz joyda cho'ng makro vaqtda uni his qila olamiz degan gap. Masalan, yer sharining tortish kuchi eg'irlikni sekrsangiz past tushishingiz degan. Bundan bir narsalar bor-da. Endi bu joyda tortish kuchi kvant nazariyasi bilan to'liq tushuntirilmagan birdan-bir kuch. Endi joyda mushu tortish kuchini joyda kvant nazariyasi, ya'ni mikro dunyoga kelgan vaqtda bu teoremlar nimalar ishlamay qoladi degan gap. Shuning uchun joyda buni tushuntiradigan birdan-bir teorem bormi yo'qmi deb mushu sin nazariyasi, ya'ni tarix nazariyasi. Tarix nazariyasi bu masalani hal qilishga tirishadi degan gap. Endi boshqalar bor degan gap. Keyin qaytadi. Endi bu yerda tarix degan gap chiqib qoldi. Men qarasanglar, men rasmni nihoyat yaxshi tushunalisizlar deb qarayman. Tarixning nima ekanligini. Endi bu yerda tarix degan nima deganda, tarix nazariyasiga ko'ra zarrachalar nuqta emas. O joyda balki nihoyat kichik tavrindigan tarixlarni, ya'ni simlardir. Unda ko'z oldimizga keltirsak, balkim keltirilishi mumkin. Unda bir kichik vaqtda o't o'ynab baqqanlarmi? Unda yog'ochdan uchiq o't kelib, unda cho'g'lashsak, o'tninki bir tutishib ketgansindek, ulinib ketgandek ko'rinadi-ku. Shuningdek joyda ashunda harakat qilayotgan bir sim holatda bo'ldi deb qaraydi degan. Mush joyda shu tara degan shu quantum physics. Mana qarasang joyda moddalar odamlar qilgan hujayralar bo'ldi, kichik bo'lgan. Undan joyda molekulalar, undan joyda uning atomlar joyda proton, neutronlar va elektronlar. Andan bu proton va neutronlarning joyda ularning ichida elektronlarning joyda ularningki ichida joyda yana bir up quark, down quark degan bo'lsalar, asti quarklar, kvantlar degandek-ku. Ash kvantlar degan. U kvantlarning harakati joyda yip holatda, ya'ni tavrinish holatida turayotganligini sezdik degan gap. Endi joyda bu texnik nazariya. Bizning ko'radigan g'ayrimiz joyda proton va neutronlarni ko'ramiz hozirgi texnikada. Undan joyda uning ichidagi quarklarni
Ya'ni kichik kvantlarni ko'radigan degan gap. Sen up quark deymiz, down quark deymiz endi. Bularni joyda ko'radigan degan. Endi uning million qati kuchli million hasi kichik bo'lgan ichidagi nazariyalar bor. Sim nazariyasi tarlava degan gap. Buni joyda hozirgi bizningki nimiz joyda ko'ralamdiq, ko'rolmaymiz degan gap. Shuning joyda bu hozirgi fan texnikada buni isbotlash texicha amaliy tajriba qilish joyda imkoniyati yo'q degan gap. Şoňa buny biraz boşluk ýani boşluk bar diýişimiz sebäp muşu deň gep. Ýani şu wagtda başga teoriýalar bar deň gep. Şoňa gaýsy ämli tejribeden isbatlanyp hakykat oturup goýulsa wagtda ýani bilim boluş üçin wagtda tekrar işlenýärişi, tejribe kılınýarişi we okşaş netijelerni hasyl kılalyş gerek deň gep. Onuň o bir nazariýe, andan bilim säwiýesi kötürildi deň gep. Bu şu wagtda şu nazariýe boldy deň gep. Şoňa wagtda bu mutlaq nazariýe basgyçda. Haqiqiy bilim basqıçı öteşdigi heli bar deň gep. Yani her qanday bir narsa titrep turdu, täwiriniş aldy turdu dep garaýan. Elektron bulandy, onuň içindeki quarklar bulandy degendik. Şoňça wagtda belki tar dep erişindik sebäp muşu deň. Sen dutany bir çekip goýsaň tarda lanş bir xil lanş täwirin turdy. Aşna garaýan. Endi sim desek as şurundan mendaş bolgan wagtda onu simni goýap goýsa täwirinden dosim. Bizi görünmedi emne täwirinden ama biz göremeýmiz deň. Şoňça wagtda düşünüş asan bolsun. Üçinji wagtda tara dep koydum ya täwiriniş degenlerde tardan täwiriniş arkaly awaz çyky demesmi dep. Aşna isimiz göz aldymyz keltirelemizmi? Ýani birisi baglap täsäwür kılışga mas keliş üçinji wagtda men tara dep aldım. Endi uýgurça siz ahwaly garta kaynasyňyz bular. Endi mäni siz ýetmiş wagtda şu tara degen mäni togry kel, eň ýaxşy maskil dep garaýman. Endi biz kuantum fizikini sözlüge wagtymyzda kuantum fizikini derslerim şu nimede bar? Leksiýalary, söhbetlere. Uýgurça gan söhbetninki YouTube kanaly ýa bizning kelbili YouTube kanalymyzda maxsus kuantum fiziki toğruluk sözlengen dersler bar. Täpsili sözlengen her bir ders. Ança wagtda uçan zärriçler täwiriniş. Zärriçi biz kuantum fizikini sözlüge wagtymyzda zärriçler iki xil hususiyeti bar degendik. Bir wagtda dolqunlyk hususiyeti, bir wagtda zärriçilik hususiyeti degendik. Bu wagtda tarlaryň täwiriniş şekli wagtda özgergende biz onu elektron, quark ýa-ki başga reçede garaýan. Ýani mälim bir täwiriniş chastoty boldy her kандай bir näseniki. Aşynça chastotyny azrak özgersek başga awaz çykdy goý. Duttar awaz bolsun, kандай bir näse bolsun. Chastotyny azrak özgersek ýa azrak taňsak ýani bir boň awaz, jinçik awaz, o awaz bu awaz täşkil boldy deňe. Şunundak çagda şu tarlaryň çagda aşy täwiriniş şekli özgerge wagtda ýeni bir maddalar ninki barlyk keldi o ýa-ni bir madda bolgan wagt, ýa-ni bir maddaninki öz tarynyň täwirnişi garap ýa-ni bir madda keldigen bilimiz dedi. Ýani ýa-ni bir madda hasyl kılgyn boldy dep garady deňe. Şoňa wagtda her kандай bir täwirnişni sen taşlarynki we atrapyňyzda nim boluşyna gatyr. Şoňa wagtda biz sizýärige wagtymyzda onundan bir näse kubul kılandyk ýa-ni dep garady deňe. Şoňa bu hazır biraz sözlesek hazır bunu sözlesek teqadimlik nim bolap kaldy. Munda işim barmy dep kaldy, aşylap kaldy. Emma bu tätqiq kılıp isbatlanyp bolgan närseleçi bu. Endi biz bilimiz ölçem, bir ölçem, iki ölçem, üç ölçem, ýa-ki dimensiony gartyldy, ýa-ki 1D, 2D, 3D, 4D dep goýmyz goý, 5D. Aşynça wagtda uýgurça ölçem diýmez. Endi bir ölçem diýen wagtda adatda şu bir syzykny gösterdiň gep. İki ölçem diýen wagtda adatda bir kenarlyk bilen uzunlyk bolgan. Bir tikdöt bilen sepildi. Aýsy göster dep garasak. Onuň ikinji ýolda 3D, ýani 3 ölçemlik wagtda Z okuldy. X, Y, Z oklar bar goý. Biz toluksuzda ögengen ders matematikde ögengen oklar diýip. X okuzy Y ok, en başta Y oklan X oklanymyz. Onuň ikinji wagtda Z okuny goşumyz deňe. Endi bu başdan çok 3 ölçemlik var. 4 ölçemlik diýen wagtda 4 ölçemlikke hazır insanlar wagt diýen bir ölçemlik goşgan wagtymyzda 4 ölçemlik buldy dep garaýdy deňe. Endi insanlar şu wagtda 3 ölçemlik, onuň ikinji wagtda wagt koşalgan. Aýdy 4 ölçemlik diýmeýmiz ýa-da. İnsanlar 4 ölçemlik işe diýdigan gep tehi kanaatlerlik emes deňe. Şoňa wagtda insanlar 3 ölçemlik kuşumuz wagt. Aýda kuşumuz wagt täň 4 ölçemlik dep garaýatymyz deňe. Meňçe wagtda 4 ölçemlik dep garaýanmaýdy goý. Şu matematik isbatlanmagan näse. Şoňa wagtda
biz vaqtni ko'radigan vaqtimizda uning keyingi vaqtda biz 4 o'lchamlik 4 o'lchamlik yashayapmiz da 5 o'lchamlik bo'lishi mumkin. Shuni yashayotgan bo'lishimiz mumkin deyamiz deymiz. Biz de vaqtni ko'rolmaymiz-ku. Shu 4 o'lchamlik yashayapmiz deb qarayotib nazariya jihatdan nima joyda to'liq isbotlanmagan. Shu insonlar 3 o'lchamda qo'shimiz vaqt yashayapmiz, vaqt shuni qo'shib yashayapmiz desanlar, eng to'g'ri deyilgan. Endi bu tarix nazariyasi yo'qda, nima? O'lcham yo'qda hozirgacha 11 o'lchamga dajdi. Ba'zida tek oshirib o'tganlar. Va tek 22, 23 o'lchamdagi, 22, 21 o'lchamga yotqanlar bor deydi. Shu yo'qda eng bozorlikdan qanday eng fitrat tura oladigan hozirgacha xil ko'p fizika shunaqta qabul qilayotgan joyda 10 yoki 11 o'lchamlik olamning barliq faraz qiladi degan. Endi Muşunda jiq o'lcham bo'lsa biz nima ish qilgan 3 ni ko'ramiz degan bir narsa chiqdi. Sen bir o'lchamda yashayotgan narsalar yo'qlar, 2 o'lchamni ko'rolmaydi degan. 2 o'lchamli yo'qda 3 o'lchamlikni ko'rolmaydi degan. 3 o'lchamlik yo'qda 4 o'lchamlikni, endi vaqt 4 o'lchamni ko'rolmaydi degan. Chunki vaqtni ko'rolmaymiz-ku biz. Biz insonlar yo'qda 4 o'lchamlikni yashayotimiz, yashayotgan narsamizni ko'rolmaymiz-ku. Endi 5 o'lchamlik yo'qda undan kichik degan. Chunki bag'asi qatlam degan. Sen 2 o'lcham 1 o'lchamlik bir tuz suqiladi, 2 o'lchamlik yo'qda 2. Uniki 3 o'lchamlikda 3 o'qilaydi. 4 o'lchamlik bo'lib ketsa, uni faraz qilib, kallamiz faraz qilishim bir qaymoqtirish bo'ldi hamda 5 bo'lib ketgan imzoga degan. Shuncha vaqtda bu ham tushunish tasavvur qilishimiz, yana bir joyda bu 4dan yuqori boshqa o'lchamlar joyda fikrish nimasi kichik ham joyda nihoyat ko'p fikirganlik uchun joyda uni insonlarning ko'rish nimasi joyda hozircha mumkin emas degan. Buniki mumkin bo'lamda deganda buni taraqqiyot isbotlaydi, ilm bilan isbotlaydi degan. Endi qo'shimcha o'lchamlar bormi degan vaqtda bor. Qo'shimcha o'lchamlar vaqtda bizning hozir davomli bo'layotgan qo'shimcha teoremlar bor degan. Buni string theorydan boshqa vaqtda ya'ni tarix teoremasidan boshqa teoremlar bormi degan vaqtda bor. Bular joyda masalan zarrachalarningki maydon teoremasi degan bir nimasi bor. Endi quantum field theory degan ya'ni QFT degan bir teorem bor. Uning keyin vaqtda low quantum gravity degan bir bo'shliq o'zi kvantlashgan degan teorema. Uning keyin joyda standart model degan ya'ni zarrachalar va 3 kuch degan bir model bor. Uning keyin joyda general relativity buni bilasizlar gravitatsiya ya'ni bo'shliq bukilishi. Bo'shliqningki bukilish teoremasi degan bir teorem bor. Uning keyin joyda M teoriya degan bir teoriya bor. Ya'ni string teoremning joyda biroz kengaytirilgan. Xuddiki tar dairalik nisbiylik nazariyasini biroz kengaytib, keng dairalik nisbiylik nazariyasiga kengaytgandek joyda mushu tarix teoremasi joyda biroz kengaytib M teoriya. Ya'ni M teoriyasi deb atagan. Shu bosh teorem bular joyda hammasi o'zgarishlik saviyada ketib bordi degan. Shu joyda cho'qim bu o'tib chiqdi demaymiz degan. Hammasi joyda nazariya jihatdan. Qaysi amaliy isbotlanib bilimga aylangan vaqtda ma yomonkan, ma bo'lish ehtimolligi yuqori deb vaqt kesib aytamiz degan. Bu joyda hozircha hammasi tadqiqot bosqichi bo'lgandan keyin xuddalik 1000 metr yugurganda 500 metr kelgan vaqtda qaysi tutib chiqadi hech kim bilmaymiz-ku. Yaqin 100 metr bo'lsa, bu biraz 100 metr qolgan bo'lsa biladi taqanda. Ma oldida ketib bordi bu cho'qim tutib chiqdi deyiladi. Ammo 500 metr o'ttirlash degan. Shuni aytadi bu tadqiqot bosqichida hammasi o'ttir bosqich degan. Buni texnik necha, ya'ni balkim xil vaqt ketadi degan. Endi ko'p olam, endi tarix nazariyasi yo'qda bu tarix nazariyasining nima foydasi bor bizga buni? Deydigan emas chiqdi. Har qanday bir narsani o'rgangan vaqtim men davomli shunday qilaman endi. Bu nima bu? Nimaga ishlaydi? Men qanday foydasi bor? Mustavoni so'rab o'rganish qilsam texnik yaxshi qilib men shun davomli shunday qilaman endi. Endi yo'qda tarix nazariyasi yo'qda olamning yo'qda 5 ninki 10 dars bo'lgan, 5 ning 10 dars bo'lgan. Buni ortiq olamning bo'lish mumkinligini ilgari surdi. Masallarni o'qishmi qilaman tasqa 5 ning 10 dars deganni. Ikki qatam ko'paysak bir mushlarga zo'g'u. Mushin qadar olamning bo'lish mumkinligini ilgari suradi. Bu ham nazariya, bu mushu. Endi tarix nazariyasida joyda kamchilik bormi deyoqda bu albatta bor. Har qanday bir nazariyaningki kamchiligi bo'ldi degan. Chunki buni joyda sinoq qilish. Bayat deb ketib boramiz, sinoq qilish.
bilim buluş uchun joyda tekrar tajriba qilinalishi va uni joyda o'xshash natijani bera olish kerak. Uning endi u bilim bo'ldi. Shunday joyda bu texnik nazariya. Uni isbotlash mumkin, isbotlash imkoniyati yo'q deylik. Nima ishqa yo'q deydigan bir narsa chiqdi biz bu yerda. Endi men boshda bir narsa ko'rsatgandim men. Shunga bir qayt deydi. Men qarasaq joyda molekula atomlar bor, men resimda. Qarasaq joyda molekulalarningki cho'ngchilikni biz ko'ralaymiz-ku buni. Yani biz göç gözümüzden göremiyoruz ama mikroskop görebiliriz hazır. Taraq imkoniyat görebildiğinge. Endi atomning cho'nliq joyda atomninki 10ning -19 o -10 dersi metr. Yani metr deymiz hamda. -19 dersi metr deydi. Endi yadro, atomning yadrosi bor. Yani proton bilan neutron bo'lgan, neutron urlashgan joy. Aşağı joyda uning yadrosi joyda 10ning -15 dersi. Endi bu kvarklar degan nima deydi? Hatta kvarklarning joyda 10ning -35 dersi deydi. Aslında gibimiz bilen proton bilen neutronninki adet 10'ning -27-28 ko deyip ondan sonra kichik degan gapda ondan kvark deganniki. Ha, 10'ning minus yadrosi, yadrosi aslında -15, proton bilen neutron joyda onun da kichik ko. Endi ma püskürün degan joyda u ağaçlarning ichilik narsa degan gap. Proton bilen neutronning ichilik degan gap. Bu xuddi biz bir atom desek atomning atrofida aylanayotgan elektronlarni biz o'xshatdik. Masalan, bir futbol maydonini atom desek, ashnandagi bir golf to'pni biz elektron deymiz deb o'rgangandik. Shuni o'xshash joyda o'sha kvark, ya'ni proton bilan neutron bor, nima ichida. Markazda. Uning ichida joyda up kvark, down kvark degan narsa, ya'ni üstki kvant, astki kvant degan lava degan. Endi mushlarning ichida texava ashirin tara degan gap. Endi elektronning ichi degan gap. Shuna bo'lgan joyda biz elektronni ko'ramiz, ammo uning ichidagi joyda texi ko'rish imkoniyatimiz joyda yo'q degan gap. Shu bunaqaqa biz o'zimizning ko'zlan joyda ko'rish imkoniyatimiz yo'q degan gap. Hozir joyda dunyodagi eng kuchli tizlash kuchlari joyda buni ko'rolmaymiz degan gap. Biz faqat masalan o'sha 2023-yilda deyman. Eng yangi resim bor. O'sha quantum physics'dagi dunyodagi quantum physics'ning eng yangi tartilgan resim bor degan. Biz shu qadarni tartiy oldik degan gap. U agar mana bir qisqa qo'sam olib kelasizlar. Izlab baqsanglar Galile'ninki resmi quantum resim deb izlasanlar chiqadi. Hem joyda bizningki ko'z va mening fizikli qurilma joyda 3 o'lchamlik dunyoda shakllangan. Undan boshqa joyda undan yuqorilar joyda ko'ramaymiz. Undan tuyalar joyda ko'ramaymiz. Qaytib kelaylik. Ammo yer joyda qatnash degan mayadagi qarang, ammo o'sha o'lchamlarninki qatnash ham biz faqat 3ni ko'ramiz. 4-chi qolganda bizim qiynalmaymiz degan insonlarmi. Endi bosh kandidat nazariyalar bormi deganda bayatdan kandidat nazariyalarmi bir-birisiga qo'g'ilishib ketishib keladi degan gap. Bayatdan deganimizdek maydon to'lqin nazariyasi, uning joyida bo'shliq o'zi kvantlash nazariyasi, uning zaryadchalar va kuch nazariyasi, uch kuch nazariyasi, gravitatsiya nazariyasi degandek. Uning joyida M nazariyasi bayatdan String teoremasininki biroz kengaytirilgan nusxa. O'sha joyida kandidat teoremlaringa. Hem tarih nazariyasi, endi bizningki nima ish bo'lib so'zlaymiz degan narsa chiqdi endi. Biz 9-yildan boshlab quantum mashina o'rganish darsimizni boshlagandik. Hozir oxirgi bosqichga kelib qoldik. Ashuna joyda biz nima ish quantum mashina o'rganishda biz bayatda quantum mashina o'rganish chiqqandagilar mashina o'rganadigan bir dunyoni ikkiga bo'ladi degan. Ya'ni klassik mashina o'rganish. Hozirgi mashina o'rganishlar hammasi klassik mashina o'rganish kirib ketadi degan. Endi uning qoldi qaysi deyapti quantum mashina o'rganish degan. Endi kvant mashina o'rganish nima uchun bizga foydali? Bu vaqtda siz odat mashina o'rganishda, ya'ni klassik mashina o'rganishda qilgan 10 yil, 15 yillik nimangiz joyda kvant mashina o'rganishda 5 yil, hatto undan qisqa vaqtda, 2 yil vaqtida qila olasiz degan. Ashlar. Yana bir joyda ma'lumotingiz oz. Ya'ni bizning ma'lumotimiz oz. Masalan, vatanda bo'lgan bo'lsak, tor dunyosi Uyg'ur tor dunyosini ayt ko'pdan. Hozircha 95% hamiz taqib yutildi degan. Balki 5% qolgan bo'lishi mumkin degan. Yani onu joyda biz sirtga qo'llanamiz. Aslında qo'llanib chiqarsak bo'ladi. Masalan biz salliqma jiqqa vaqtimi chet ellik ama tor bitim demaydi endi.
vatan sirtidagi Uyg'urlarning tor betlarindagi chiqyapmiz endi. Bu biroz nima bo'ldi endi? Bu axloqsizlik bo'ldi endi. Amal yo'q endi qanaqamiz endi. Ashuni tekisini yig'yapmiz endi. Siz bir so'rab bersak bo'ldimi? So'mdiq ya'ni. Keyin ishiltib bo'lgan so'rlar bo'lmay bermay qolmasin deb. Hem joqda bu joqda bizdek oz manbas bo'lgan, ya'ni manba sonliq manbasi yetarlik bo'lmagan alat joqda kvantum mashina o'ynashniki unumdorligini yaxshi yuqori ko'taradi. Ya'ni biz joqda nihoyat tez o'rganadi degan. Shuning uchun joqda biz kvantum mashina o'ynashsak, mashina o'ynashga necha 80-yil chiqib bo'lgan narsalar bu. Uni joqda hozirgi 40 yillik musofasi bor degan buniki. Yani taraqqi qilib birag berib bo'ladi. Xuddi 40 yoshga kirgan odam bilan hozir tug'ilgan buvoqni selishtirganmi? Qanday qilib hozir tug'ilgan bola 40 yoshlik odamdan tez yugura oladigan bo'ldi? Hozir taraqqiyotga eng tez moslashadigan yani qumsa, shu 40 yoshlik odam yugursa, hozirgi eng yaxshi ilg'or mashinaga chiqib aytsa, uni deb beradi-ku. Yani bizimcha vaqtda o'zimizniki eng yaxshi qurollarni saqlayotda biz nurg'un agar aşırı etkinlik bo'lmasa kuantum texnikasida, kuantum aloqalar mazmunida biz 1000 Uyg'ur yetishtirib olsak, bizning nimamizga, shuarimizga biz Uyg'ur hamda 2030 vaqtgacha 1000 Uyg'ur yetishtirib olsak, biz dunyodagi 150 davlatning oldiga ko'taramiz degan. Taraqqiyot jihatdan. Shunga buniki kuchini kuchli deymiz hamda. Yani bir joqda bu kuantum mashina nima qaysi jihatlardan ko'rinadi degan vaqtda yana qanday foydalari bor degan nurg'un foydalari bor endi. Bundan joqda bizniki biroz nazariyat kuantum mashina o'ynashdan bir selishtirib bizning o'zimizning ochiqmani selishtirdik hamda. Bunday o'lchamlar bor degan. Sen 10 o'lchamlik deymiz, 100 necha o'lchamlik deymiz. O'shni tuvaldishda vaqtda biz shu kuantum mashina o'ynashniki string nazariyasidan foydalanamiz degan. Yani nazariyasini ishlatamiz buni. Ham unda yani nazariyat ishlatma degan gap, nazariyani ishlatib turib biz tasavvur qilamiz degan. Yani bir narsani tasavvur qilgan degan joqda uningki nazariyasini o'tirib qo'yamiz. Nazariyasi o'tirib qolgan degan joq uni asta-asta bilimga mexanikasini o'tirib qo'yamiz degan gap. Mexanikasini o'tirib qolgan degan joq uni ishlatib uning texnikasini ishlab chiqaramiz degan gap. Bosqich mush bo'yicha mana degan. Ham joqda masalan geografiyalik mashina o'ynashlar bor degan gap. Buni mushlarni ishlatgan vaqtimiz joqda mush tarix nazariyasi bizga yaxshi bo'lgan modellarni qurishimiz joqda imkoniyatlarni yaratib beradi degan gap. Endi deganlik joqda bu tarix nazariyasi bevosita model qura olamiz degan gap unda gap qilamiz. Ben unda gapda hozir berildi nazariya bu isbotlanmagan. Ammo joqda ashunaq asos bo'lar, ilhom bo'lar degan gap yani. Uning joqda energiya darajasida, masalan, mashina o'ynash vaqtida energiya unutib qilish deydigan bir narsa, loss function deydigan narsa, active accuracy deydigan bir narsa va unumdorligi va yo'qotishchanlik deydigan. Ashdan joqda mush student teoriyasini bayonlash joqda yo'qotishchanlikni tuen seviyaga tushirgan, minimum seviyaga tushirgan, yani eng tuen seviyaga tushira olamiz. Aktivchilikni joqda, ya'ni unumdorlikni joqda yuqori seviyaga chiqara olamiz degan. Mushlar joqda bizga nazariya jihatdan asos ta'minlab berdi degan. Uning joqda boshqa yana qanday foydasi bor joqda masalan Big Bang degan, cho'ng portlash degan, qara yunkir degandek, uning joqda bayatni deb quantum gravity degandek, ya'ni kvantlashgan dunyo degandek nazariyalar bor degan. Uning joqda boshqa geometriyadagi uning quantum states degan narsa, quantum darvozalar degan narsa bor. Ashdan joqda texnik yaxshi tushuntirishimizga foyda bo'lgan. Ya'ni quantum nazariyasini texnik yaxshi tushunish kerak. Kriptografiya deymiz, quantum shifrlashtirish degan mushlarni joqda texnik unumli, texnik yaxshi tushunib, ashunaq joqda yaxshi bir narsa kelishtirishimizga joqda foyda bo'lgan. Eng oxirgi joqda AI teoremasi degan bir teoremni o'ylab chiqaramiz degan. Yani yuqori seviyadagi o'lchash. Yuqori seviyada o'ylayoladigan bir qurilma yasab chiqish joqda imkoniyat yaratib beradi degan. Shuni bilan bugunlik tugadi. Qolgan savollarni olsa so'zam bo'ldi. Yeri biraylan naq maydondan savol so'rabdi. Biz o'zimizga tachaylik. Hozir bir qirishimiz savol so'rab naq maydondan her bir tevrinish bir zarishni o'ttirg'i chiqarsa, undaqda cheksiz ko'p zarishlar mavjud bo'ldi deganlik bo'lamdi deydi. To'g'ri. Her bir tevrnishningki nimasi o'xshamaydi. O'xshamaslik o'xshash tevrinish bo'lib qolsa, u o'xshash manda bo'ldi. Do'lqin uzunligi o'xshamaydi degan gaplar işte o'g'anda.
Dolqun uzunluğu ve başlardan farklı bo'lgan. Ya'ni bir-biriga o'xshamaydi. Bir-biriga o'xshab qolsa u yoqda oltinning tavrinishi yana bir ikki oltinni qo'yib qo'ysak ikkisini o'xshash-ku, bu oltin. Ammo temirning joyida, temirlan oltinning joyida ularniki tavrinishi o'xshamaydi. Ya'ni yeb taris joyida tavrinishi o'xshamaydi. Ashdan qarab turib, ashdan tavrini o'zgartsak, temirni oltin qadamda bo'ladimi degan chiqilganda. Biz bugungi shu suhbatga munosabat bir necha mana tayyorlagan savollar bor. Shuni so'ray. Hamda Tara teoriyasining asosi siz so'zlab o'tdingiz. Biz odatda moddani atom va elektronlarni tarkib topganda bilamiz. Tara teoriyasi bizga moddaning eng kichik birligini qanday tasvirlab berdi? Eng kichik birinchi joyda odatda biz atom yoki elektron yoki proton degan vaqtimizda biz zarrachani ko'z oldimizga keltiramiz-ku. Endi bu tar nazariyasi yoqda aslidagi eng kichik zarracha, eng kichik narsa kvarklarniki zarracha emas, bir xil tavrinishdan iborat ekanligini. Ya'ni bu joyda biz buni tehi bayat biz kvantum fizika so'zlagan vaqtimizda ikki xil xususiyat bor dedik-ku. Birisi to'lqinli xususiyati, yana birisi yo'qda zarrachalik xususiyati. Buni qanday vaqt bilalaymiz degan vaqtda biz nazariyadan shuni bilamiz. Endi ikki xil joyda bir aql ko'rish imkoniyati bormi? Hozircha yo'q degan. Faqat biz ma'lum bir tajribalar qilish orqali yo'qda bu ham to'lqinli xususiyati bor ekan, ham zarrachalik xususiyati. Ammo kuzatgan vaqtimiz yo'qda uningki bir xil xususiyat qiladi degan. Buni o'zida kuzatuvchi bo'lgan vaqtda bir xil holatga aylanadi. Ya'ni measurement qilgan vaqtda deymiz, quantum machine learning deymiz uni. Ana superposition entanglement uni measurement, ya'ni o'lchagan vaqtimizda bir xil holat qiladi degan. Shuni deb vaqtda hozirgi vaqtda zarrachalarning eng kichik birligi tara deb qarab, ya'ni yeb deb qarasak bo'ladi. Bir xil tavrnishgan, Tavrinish holatda deb shundaqku. Ularni tavrinish. Endi yana shuning munosabat savol so'rabdi. Ba'zi tavrinishlarni cheklaydigan cheklimlar bormi deydi. Bor. Har qanday tavrinishlarni uni o'zgartiramiz yoki uni joyda. Masalan, bu oddiy siyoqda sizning hozirgi telefoningizni qarasangiz yoki bo'lmasa telefoningizni yanangizga qo'yib qo'ysangiz-chi, siz o'ylab yotgan narsa yo'qda telefoningizga kelib degan. Bu deganlik mutlaq shunday bo'ladi. Hozir asosan shunday bo'ldi. Bu nimadan shunday bo'ldi deyapti sizniki har bir so'zga vaqtingizda, har bir tiniga vaqtingizda, har bir tafakkur qilgan vaqtingizda yo'qda sizdan chiqadigan elektron o'xshamaydi. Ya'ni to'lqin uzunlik o'xshamaydi, chastota o'xshamaydi degan. Tavrinish o'xshamaydi. Endi stringninki tavrinish o'xshamaydi degan. Ashuni qaratajoqda ani qabul qilar edi, shuni qaratajoqda u nima shuni qarata mazmun tayyorlab bir degan. Shuning uchun uni sizniki agar joyda ashuni qabul qilib men sizniki kallangizda o'ylaganingizni siz menga demaysiz, men bilib oldim deydi. Men ashuni bilib olgan sizga men o'ylagan narsani o'ylata olaman demakmi? Bu ashalik tavrinish o'zgartiramiz degan. Bo'ladi degan. Hozirgi texnika bo'ladi degan. Ben qila olaman. Bu tajriba isbotlangan narsa, men degan narsa. Men bilim asos bo'lmagan narsani so'zlamayman. Shu bu jihatdan qaraganda nazariya hammasi uni o'zgartirgani bo'ladi. Bu jihatda ba'zi nazariya jihatdan, ammo ba'zi amaliyot isbotlangan narsalar bor degan. Hani yana bir savol, siz bu bugungi suhbatda Tara teoriyasini so'zlaganda 11 o'lchamlik bo'shliqdan yana 1 o'lchamlik, 2 o'lchamlik, 3 o'lchamlik, 5 o'lchamlikcha so'zladingiz shundaqmi? Biz nima uchun faqat 3 o'lchamlar his qila olamiz, qolgan o'lchamlar nega yoshiringan masalan biz nima uchun? Bu atrofimizda qarab lekin endi hozir ham shunday bo'lganda bu texnika, bu hozirgi shu bo'lganda biz 3 o'lcham nimasida shundaqmi? Hani barbara 4 o'lcham, 5 o'lcham, ta 11 o'lchamga eshitib qolib qolsa, nurg'un sirlar ishlab, yani nurg'un texnikalar barliq qildi deb tushunsak bo'ladimi? Bo'ldi. Menda bir nazariya bor-chi. Ana bu biroz haqiqatan nazariyachi, shuni ammo bor gap. Bu qanday gap degan vaqtda bizningki ko'rishimizningki bir yertisi bor-ku. Anglashimizningki, ko'rishimizningki. Ash yertisini biz cho'ngaytira olsak. Balkim hozir ko'rmayotgan narsani ko'ra olamizmi? Anlatgan yeritishimizni biroz yuqori ko'tarsak, hozir anglayotgan ovozdan boshqa ovozlarni anglashimiz mumkinmi? Tuvan saviyadagi texnikani tuvanlasak, nihoyat kichik bo'lgan jonliqlarning ovozini anglay olishimiz mumkinmi? Mumkin degan. Shuningdek joyda biz bizningki titrish, bizningki ko'zimizga kelgan titrashlar bor degan. U titrish ma'lum bir titrish bo'lgan vaqt, ma'lum bir doirada bo'lgan vaqtda biz uni ko'ra olamiz degan. Xuddi kepinikning qantini ko'rib boqqanlarmi esalarisiniki.
Uchayotgan vaqt uning qandini ko'ra olamsiz? Ko'rolmaysiz degan gap. Faqat turgan vaqt ko'ra olasiz degan gap. Açtı. Bu neymiş kadar yokta sizinki ko'zingizningki tavrinishi bilan onun tavrinish mos kelmaydi degan gap. Sizningki tavrinayotgan joyingizni haliqib ketganligingiz yo'qda siz uni ko'rolmaysiz degan gap. Shuning uchun biz atrofimizda adat 11 o'lchamlik boshqa o'lchamlik bo'lishi mumkin. Yani boshqa jonliqlar bo'lishi mumkin bizning atrofimizda. Ana shu bizning ko'rolmasligimiz o'zimizning ko'zdagi narsalar, ya'ni bir shu yerda tasavvurimizdagi masalaga. Biz biz 3 o'lchamlik tejadimiz 4 vaqt qo'shilgan 4 o'lchamlikda. Biz ağaçni tasavvur qila oldik. Biz o'zimizningki egizligi bor, to'g'risi bor, qizligi bor deb tarjima qilamiz. Ammo vaqt qo'shilsa bu nima qo'yimiz degan narsa keldi-ku. Masalan, x dan y o'qni bilamiz. Endi z o'qchisa bu tikda deb osmonga chiqarib qoldi deymiz-ku. Vaqtni nima qo'yimiz? Vaqtni manda x deb uylangan qilamiz, y deb uylangan qilib osmonga chiqib qolgan deb bilamiz. Bunun o'xshashini bilmaymiz-ku degan. Agar ağaçni biladisak yo'qda biz 5-chi o'lchamda yashayapmiz, 4-chi o'lchamni ko'ra oladigan. Qaysi o'lchamda yashayotgan bo'lsangiz, shundan tuvanni ko'ra olasiz degan gap. Uni o'zingiz yashayotganini ko'rolmaysiz, tasavvur qila olasiz mumkin, ammo ko'rolmaysiz. Ko'rolmaysiz. Shuning uchun bunda narsalarning tavrinish chastotasi, mencha yo'qda bizningki tafakkurimizda. Yana bir yo'qda o'lchamlarningki 5 dan yuqorilab ketgan vaqtda fikrish nihoyat cho'ng bo'ldi bizning gap. Nima so'rayapsiz? Fikrish degan. Masalan, mandala bo'lsa bir chambar bo'ldi-ku. Bu taqdim fikr mandala aylansa bu bir necha xil nimaga. Buni tasavvur qiling. Masalan, manda ko'z oldimizga kelsa, bunda jiroqdan bir shipni ko'rsak, bir simni ko'rdik deylik. Duttaning tarisini deylik. Biz bir siziqdek ko'rindi, bir tuz siziq deb kelamiz. Yiqilib kelsak, u tuz siziq emasligini, azroq nemisini cho'ng kanalining borligini ko'ramizku. Anda texdim yiqilib kelsak qana bo'ldi? U tuz siziq emas, bir jumloq bir to'qsimidek bir narsaga ana jumloq diametri bo'lgan. Diametri bo'lgan deyamizmi? Aslında şu vaqtda biz ko'radigan saviya bizning ko'radigan saviyamizdan eshib ketganlik uchun biz uni ko'rolmaymiz. Yana bir vaqtda fikrish nimasi nihoyat ko'p bo'lganlik uchun biz uni ko'rolmaymiz endi. Biz odat 3 o'lchamlik 3 o'lchamlik 4 o'lchamlik nimalar bor-ku, o'yinlar bor. Aslında vaqtda biz ko'radigan tayinlik biz ko'radigan jiq emas endi. Shu bu ham o'zimizningki bizning ko'rish doiramiz ham shu vaqtda bizningki tasavvur qilishimiz ham shu vaqtda o'zininki fikrish nimasi ko'p bo'lganlik uchun uni ko'rolmaymiz. Endi shu kvant texnikasi bilan bo'lgan munosabat qilib savol so'rab qo'ydi. 2026-yilda siz kvant texnikalar deb atadingizda, mush orqali millatni ilg'or fan texnika bilan qurollantirma mush orqali so'zlab millatniki fan texnika ongini saviyasi o'stirman deb. Endi Tarat teoriyasi bilan kvant fizikasining qanday bog'lanishi bor? Bu teoriya kelgusidagi texnik yuksaklarga qanday yo'l ochadi? Siz bu Tarat teoriyasini bu texnika davomliq nim qilayotganda teoriyada bu yani bu vaqtdan to'xtamay tadqiqotlar beryapti-da hamda. Ana bu tadqiqotlar bilan Tarat teoriyasi rasmiy isbotlanib bo'lsa, fan texnik sohasida qanday yuksashlarni olib keladi? Agar bu bayatdagi nurg'un kandidat teoriyalar bor endi. Agar mushu student teoriyasi yoki qay xalqan birsi muvaffaqiyat qozonib, haqiqatlik isbotlanishi vaqtda bu xuddilik nima degan gap bo'lib olsa-da, koinotning kodini topdik degan. Kod DNA'sini topdik degan gap bo'ladi endi. Xuddi insonning DNA'si toptirib ham o'xshash, ya'ni koinotning kodini topdik, ya'ni kodning ish qaror tuzilishligiga bir narsalar bor endi. Ashuna bir tuzilish qurilmasini topdik degan narsa. Ya'ni bu degan gap nima deyapsiz? Nerdan qanday hosil bo'lganligingizni ma'nolaydi degan gap. Ya'ni aslida kichikdan cho'ngga qarab tadqiqot. Endi joyda biz cho'ngdan kichik qarab tadqiqotimiz degan. Anaqa menga yo'l maqsad o'xshash. Hammasi maqsad o'xshab ketib bordi, ammo joyda menga yo'l o'xshamadi degan gap. Shunday joyda fizikaning joyda ba'zida kichikdan cho'ngga qarab menga ya'ni mikrodan makro masalan Einstein nisbiylik nazariyasiga qarang ko'ra u bu degandek narsalar. Qarayuniga degandek narsalarni tadqiqot qilganda ular tuvandan yuqori qaramaydi. Hamcha vaqtda yana bir qism fizik asosida turibdi. Biz cho'ngdan kichik qarab qolsak, balkim eng tuvan nuqtasidan qanday hosil bo'lganligini bilasak, bu butun koinotningki qanday hosil bo'lganligini bilalaymiz. Ya'ni
kodini topa olamiz deb qarang. Endi bu maydon kelsa nima ish bo'ldi degan chiqdi. Bek chiqishdi. Boşarsanız anlap men bu Gollandiya yangi kelgan vaqtida men bu telegraf bo'lib qaysi kasb o'qisam bo'la deb mush maktablarda kechliklik nim borchu open doq deydi. Nim kasb qiziqsa shu kasb haqida taklif beradigan, maslahat beradigan nimasi borchu, ko'rgazma kuni. Ashta kunimiz bek chiqib boratdim. Da universitetning ta texnik maktablariga ashta berib qildim. Ko'pincha bu kechlar bo'ladi. Bir kuni mushu bioximiyalik analiz nimasini berib qo'y deb yeydigan kechganda olma, banan bilasan edib sotgan qo'shlar bordimda toz berib kirsam o'qituvchi so'zlaydigan vaqtda kelganda piyozning DNAsini tekshirib nim qilgan bir nimasi bor ekanda tajriba ishiga turibdi ekan. O'sha nayt qiziqib bu o'qishni savol so'radim, savol so'rablar bananning DNAsi bo'lamdi, buni nim qilib bo'lamdi desam o'qituvchi turib ketdi-da. Buludu deb qanday analiz qilib, qanday anim qilamiz desam, shundan ay banan bormi deb berdimda, ham ilib olganlar. Mesela aşağı nimasi ishni tajriba ishlab bo'lgandan keyin keyin bu DNA u bu deb men biologiya o'qimagan, men ximiya o'qiganda, o'qigan kasb yadro ximiyasi. Endi bu so'zning diqqatimni tortib, bu biologiya qiziqib qoldim. Endi bu o'qituvchilardan ekan so'rdimda, bu insonning DNAsini hozir nim qilyapti, bu hamma hayvonlarning DNAsi nimasi bo'lamdi? O'simliklarning biz hammasiniki bor, bu narsaniki deb bir shu sxemani sizib sen mushni o'rgansan hammasini bir kodi bor deydi. Ash ichnim qilgan gap. Tabii qilganda shuni men qiziqib ash kasbga o'qishimga bir turtki bo'ldi-ku, ash kunlik tajriba menikida hamda. Demak, sizning da'vat qilingizmi hamda hozirgi bu tarix teoriyasi muvaffaqiyat qozonib qolib qolsa, hamda olamniki sirni ochadigan, olamniki DNA kodini yeshidi degan gapda tushundiqmi hozir? Shunda o'tsak bo'ladi. Eshib ketmaydi. Hozir o'sha teoriya agar muvaffaqiyat qozonib qolsa, Einstein, Newton fiziklari degandan nechasi eshib ketadi degan gap. Yana birisi fizikaniki aniqlamasa qayta yoziladi degan gap. Unda bo'lsa hozirgi shu sun'iy aql davridan hamda yana bir davrga qarab mangadigan gapkanda ham shunday o'qigan vaqtida hamda. Bo'ldi. Yana birisi hozirgi ishlayotgan kvantum texnikasi taqdimlangan asosida sen hozir ishlayotgan kvantum texnikalari bor, sen kvantum radar deymiz, kvantum aloqalash deymiz, kvantum kompyuter deymiz degandek. Ana energiya deymiz degandek. Mushtacha vaqtda hammasiniki taqdimi bir qadam bir qadam desak, taqdimi inqilob xarakterlik bir narsa paydo bo'ldi degan. Xarakterlik taraqqiyot qiladigan gap. Unda bo'lsa yana bir savol hamda nima uchun tarix teoriyasi hamma narsaning teoriyasi deb atildi? U Einsteinning nisbat nazariyasi bilan kvant mexanikasini birlik keltira olamdi. Keltiradi deb tadqiqotimiz endi. Endi nima uchun degan vaqtda bunikiligi hozirgi biz tadqiqlayotgan bu tek nazariya emasmi? Hamma narsaniki bir titrishim bo'ldi. Bu titrishninki ma'lum bir formulasi bo'ldi. Bu formulani yechib chiqargan vaqtda hamma narsaniki biz qanday yechib chiqaramiz deb qaradiz-ku. Xuddi hamma narsa bir DNA bo'ldi. Bu DNA'ninki qanday tuzilishini biladigan vaqtimizda hamma jonliqlarniki bir o'rtaq alaylikni tepib chiqa olamiz. Degandek. Endi mana shu vaqtda fizik dunyosida string teoriyasi, ya'ni tarix teoriyasini agar hamma narsaning bir tavrinish qonuni bo'ldi. Bu tavrinish qalamqon bo'lmaydi. Bu tavrnishning bir qonuniyatini tepib chiqarsak, yana bir endi nimalar bir fizik shunoslar bor. Bularcha vaqtda dunyodagi hamma narsani matematiklar ifodalamaydi deydi. Bu xuddi bunday aytsa bo'laman. Nazariyani joyda matematiklar ifodalagan vaqtingizda siz mexanik bo'ldi degan gap. Uni ishlatib joyda yangi bir narsa qilib texnik bo'ldi emasmi? Shuncha vaqtda shu biz string teoriyasini, ya'ni tarix teoriyasini istifodlab bir mexanik matematik formula o'tirib qo'yilgan vaqtda biz dunyoning formulasini o'tirib qo'ydik degan gap. Bayatdan nimada kodni tatbiq deganlar. Ana buningki foydalari degan vaqtda bayatdan deb ketganimizda endi bu cho'qim muvaffaqiyat bo'landi degan vaqtda bayan dedik-ku 500 ming metrga yurgandan 500 metrga keldi endi. Uni qaysininki utib chiqadiganligini hech kim bilmaydi degan gap. Balkim 100 metr qolgan vaqtda uningki 90 metrni yaxshi yurganda balkim 100 metr qolganda balkim jannatga chiqib tikib qo'yish mumkin deb isbotlangan dalillar qaraymiz qanda. Ashirdan qarab turib buniki bir parazni o'tirib qo'yamiz degan gap. Parazni o'tirib qo'yamiz. Men paraz deganda xato tushunmaydi. Ana ilmiy paraz akvat nimalar arilgan endi. Ilmiy bir parazni o'tirib qo'yamiz. Sallaq ma'lumotimiz bor, shuning uchun joyda bir ilmiy nazariyani ilmiy parazni o'tirib qo'yamiz degan.
Hamda bu dersin əmli əhmiyyəti gəlsək, sən izchil bultu 2025'lerde Uyghur için zamanı ben texnik kılıban yılı milletin akatı mendiniz bu yıl hem de kuantum texnik yılı kılıban dediniz. Yani bunun əmli nimisini qaraganda bu kılıp abstrakt teoriyalarını sözləyatsız. Yani bu teoriyalar izchil yani bu tədqiqat qılıbatqan dair işi de təxi bu. Bütünlüy tədqiqat qılınıb rasmi əlaqə əməliyyat ötmegen, lekin şu əməliyyat öteş basqıçıda işlapqı. Hem de bu şundaq teoriyalarnikini, bu şundaq yuqori fan texnikalarni öğrenişniki Uyghur cemiyeti ve yaşlarımız için qandaq əhmiyyəti var? Yani mening maqsadim 3 maqsadda bu narsani so'zlayapman. Birinchi vaqtda to'liq o'qiyotganlar, oliy maktabda o'qiyotgan yoshlar uchun so'zlayapman. Yana bir vaqtda bu chunki bo'shliq nihoyat ko'p. Yana bir vaqtda bu yuqori fan texnik. Agar Uyg'urdan birisi chiqib, ma'lum bir algoritmni o'tirib qo'ya olsa, bu algoritmdan hozirgacha Uyg'urlarning qilgan narsani ortiq muvaffaqiyat qo'lga keltirish mumkin endi. Eng oddiysi bir maxfiy nomerni shifrini buzib yetadigan bir algoritmni o'tirib qo'ya olsa nurg'un ishlar bo'ladi-ku. Yani aş yoshlarga bir ne deymiz endi bir ilhom, bunda bir yo'l ko'rsatish, bunda bir narsa borki, bu nima edi bu? Bir izlanib baqsam degan. Undan keyin yoshlarning ota-onalari bo'lg'ishlar, bunda bir narsa borki, buni taraqqiyot qandaydi deb hozir ChatGPT bor, hamma narsa haqsiz bo'lgan ekan. O'shadan bir izlanib baqsa, undan keyin joqda yoshlarda 1000 Uyg'ur ko'rsa, yoshlardan birisi emas, birisining barisi chiqib qolsa bo'ladi, bizga yetarli degan. Bu bir. Ikkinchi vaqtda birni Uyg'urlar uchun hamma narsa muhim degan. Birinchi o'rtada texnikimiz muhim degan. Ikkinchi o'rtada iqtisodimiz muhim degan. Uchinchi o'rtada siyosatimiz muhim degan. Chunki iqtisodingiz, texnikangiz bo'lgan vaqtda siyosatchilarni seta olasiz degan gap. Yani bu deylik siyoset muhim deganlik emas, muhim emas deganlik emas. Hozirgi dunyo qaragan vaqtimizda texnikangiz qancha kuchli bo'lsa, uncha vaqtda uni iqtisodingiz bo'lsa, unga moslashadigan siyosatingiz bo'lsa, siz dunyoda putrab tura olasiz va o'zingizningki kuchini ko'rsatasiz degan gap. Bu yani bir texnik bir ilm fan joyda to'plamning ilm fani, to'plamning kuchi bo'lgan vaqtda undan keyin yo'qolmaydi degan gap. Bu vaqtda ma'lum bir odam o'tirib chiqib o'tirib qo'ygan vaqtda u bir odamni tizlam yo'qotsa, u tugaydi degan gap. Shuning uchun Uyg'urlarning universal chet ellik Uyg'urlar, vatanlik Uyg'urlarning ham mol yo'q endi. Ularning joyda universal bunda bir universal sapasini yuqori ko'rsatdi. Qarshi emas. Tutda bu nima? Nima ish bunda bo'ldi? Men buni qilsam nimaga foydasi bor menga? Vatanimga nima foydasi bor? Shularni o'ylab qilish va uniki joqda o'ziniki taraqqiyot yo'lini berish. Yana biz joqda hozirgi kvantum sun'iy aql davri kirib bo'ldi. Xel bo'lib bo'ldi. Ham joqda uning ostidan shunda yuqori sur'atli bir tiz poyezd bor degan gap. Yaponiyada Shinkansen deymiz endi. Shunda yuqori sur'atli bir tiz poyezd bor degan gap. U nima joqda kvantum AI davri degan gap. Biz sun'iy aqlning qizg'inligida yashayotsak, qo'ydilar bayram bo'lib ketsa, po'janat ketsa, ashuna xushallik qilib bo'lsak, uning ostidan bir o'tib ketgandek degan. Uqtirmaydi. Ashunda bir tiz poyezd bor degan gap. Agar biz shuni tuta olsak, biz bundan keyingi taraqqiyotimizda mavjud bo'lib tura olamiz degan gap. Hozir burun 100 yil yo'qolgan bo'lsa yoqda, o'rta asrga yoqda 50 yil yo'qoldi. Undan keyin joqda hozir 10 yil, 20 yil yo'qaydi degan. 10 yillik taraqqiyot, 10 yillik nimani bir o'lchab baqan normaldan bo'lsa bo'lganda. Bu ikkinchi vaqtda mustada o'zimiz endi bizga o'xshab men xato so'zlasam, men xato bo'ldi deb chiqsa men qo'shilaman. Ashuna bir o'qigan, ashuna bir tadqiqlayotgan tadqiqotchilar vaqtda o'shaga chiqish bir nim bo'lib qolsa, fursat berilib qolsa, balkim deqidim yaxshi so'zlaydi degan. Endi yana bir vaqtda bizningki u yoshlarningki ilm fanga bo'lgan hozirgi Uyg'ur yoshlarininki tushkunlashish va yoki boshqa jihatlardan joqda nurg'un psixikalik degandekdan nurg'un jihatlarda masala chiqadi degan. Endi buni yangish uchun joqda psixikalik sog'lom bo'lish kerak degan. Shuning uchun joqda ko'p ishlarga berilmay, bir ishni qilib o'rganish bergan vaqtdan joqda nurg'un ishlarni saqlanib qola olasiz degan. Yana bir joqda bu ham Uyg'urlarningki keyingi taraqqiyot, masalan Uyg'ur tili, Uyg'ur madaniyati, Uyg'ur tarixi, Uyg'ur bundan keyingi istiqbol degan joyda hammasi shu qurban chidil degan. Endi biz bularni egallamay turib, bundan keyin biz mavjud bo'lib tura olamiz degan odam hech nima uqmaydi. Yo'q, oldiga kelgan poyetib qo'yib yuradi degan.
Şoňa her qanday wagt bir näse sözlege wagtymyzda bunyň ilmi asas boluş gerek diýen. Men dedim go dawamlyk. Men ilm asas bolmagan bir näse sözlemeýmen dep. Sözlegi sözlep qalsam eger, muşuna boluş mümkin dep, meniň karşym dep turib sözlep goýman. Şoňa Uýgurlar özüniňki mewjudlygyny saklap geliş üçin şu wagtda qymys bolmaýan işlerden birisi ýokary texnik hujum qilish. Bulapmy kuantum texnikasiga, hazırkı dünýäniň aldy gitip bargan tehniklerge hujum qilish gerek diýen. Şoňa meselem muş ýyly ilan qyldy go Russiýanyňki. Russiýa uruşda. Russiýa jimip ketken, vay bu tarakat keyni qaldy. Ama ýakynda 70 qubitlik kuantum kompýuter ilan qyldy. Bu tek dünýäde 16 döwletden baran. O ýetdi. Da özüni Müslüman toplumba döwletlerden açy wagtda ulan bir Türkiýanyň bar diýen. Hagny hiç hasyny ýok diýen. Ulan tek 5 qubitlik kompýuter. Endi Xitayna açy wagtda Xitaynyň 3 talap 3 bar diýen kuantum kompýuterden. Bir semestr. Amerikanyň neçesi bar diýen. Amerikanyň 5-6 bar diýen. Ýaponiýanyň yüzünden bir işkisi bar diýen. Bunda Hindistandan bar diýen. Endi qanday qılmaz diýen wagtda muşunda bundaki taraqqatda özüňizden bir kişilik orun tep tura alyşyňyz. Özüňizniki rızkyn, özüňizden bir kişilik käsini goşa alyşyňyz we bir kişilik orunyňyzy tep putirap tura alyşyňyzdan asasy şu wagtda pentahne diýen. Hazırkı sünni akly çykyp nurgun kesipler, nurgun adamlar işsiz kaldy go. Kuantum fizik çyka, kuantum AI kege wagtda hazırkynyň 50-60 ýaşy adam işden kalady diýen. Eň az bolganda 50-60. Bu müstä 90% adam işden kalady diýen. Bunun suret naýat tysga giden. Bir adam özüden kıldyk aşynja wagtda bir adam dep kıpıl diýen bu. Unda bolgan diýen wagtda hırs köp. Ýani bir wagtda fursatmy köp. Hem wagtda fursatny tutup taýýarlyk kılagalga mensup bol diýen. Bu bizning taryhymyzda neçe maqatim ispatlanan näse. Fursatny tutup taýýarlyk kılagalga mensup. Hem wagtda bu mesele taýýar fursat käsi unda gydym bunda gydym diýen. Fursat käsini qarap dur diýen. Ýani şu heliqi yaşlykymdy çaglyktym diýen bir kitap atdy özüňki. Şunundak. Şoňa şu wagtda uş maksatda bu ýokary pentechnik münasibetlik sözlerden ama aldynky tymlyk nazariýa sözlegen tok. Maqsadim şu wagtda biraz mehanik sözlerden. Mesela kuantum fizik nazariýasyny şu wagtda emniyetke mehanik qanday işledimiz, qanday kodlaýmyz bunu, nimäge işletimiz diýen sözlerimiz. Ana ma nazariýa şu wagtda hazır şu wagtda aldynky bütünle nazariýa sözlegen maqsadim şu wagtda bir mehanik sözlerimiz, kodlaşny, ýani bir wagtda ýa nazariýa sözlerimiz diýen. Hani bular wagtda gyzyklanlar bar. Hem mesela ýani birisi eň ahyrky wagtda munda jygyp meňşim sebäbi wagtda Uýgurça menbeler az bolganlyk wagtda özümizniki Uýgur sünni akly ýasaşnyň wagtda salykmagan toplaş. Özümizde kılgan özümüz wagtymyzda hem de özümizden awazda. Şu maksatda hemme saklap kylýatman. Endi başga kırındaşlar jokda. Endi boğalla koşulmagan diýip jokda. Terbiýeleş kандай diýip jokda. Kuantum maşina öňeşinde 9 ýyldan başlagan tok. Bu ýyl sen 4-nji ýylda başlandy. 4-nji ýylda bir başlandy. Dep garaz nime planymyz bar ende. Hem tizimli başlaganda alagasy bolan gibi. Hem jokda aşyny jokda. Undala bizden birleşdi galar az bolganlyk jokda hem de aşyny terbiýelep özümizçe. Özümizning sebäp goşaşyny planlaýyp ýatymiz. Doğru, rahmet. Hem de sizinki bu sözleşmeniz hakikaten hem de dedik ki biz bu zamani pen teknika, men bu sözgen nurgun näselerini men bäzilerini düşünsem, bäzilerini düşünmem, bäzileri ali mektepde okuw wagtynda bäzi näse isim gididiken, her katylyk programmy kılışdan burun men körep bakma. Mesela sünni akyldan sonra manda programma kurmakçı, muştanadak mezmunu çıkarıp berip azrak bir isim galaman da. Isim azrak bir masly işlemisi bolsun, halkymyz texmi ýaxşy bir konkret bir şekilde de sual cevap şekilde de bir halkymyzga texmi ýaxşy şekilde oňdaýly bu näselerini edip. Bunda söhbet hakikaten ähmiýeti we kıymeti zor bunda söhbetleriniňki. Bununki dawamlyk nima kılymyz, bunun üçin ýeňi bir ýol açdyňyz üçin rahmet. Yani bir sual hem tarat teoriyasy siz diňiz. Maňalyk evet begende sıçrym teoriýa dep nimisini evet diňiz bu garasam bu tarat dep men tarazym kılanmay. Bir näse ýakyldan sorap nim kypaktym ýa Arkadaşlar diýmisiz sözge wagtymyzda buna bir enik galamda bu tara näqdir bir düşünç boldy da hem teoriyasy. Yani bu şu ijap edilýän tara teoriyasy türüňne hem de tara dep özüňiz bir sözdün birine ijat kıldığınız gepde ýa-da oturup koyduğunuz gepde. Hem hazır men fakat anlap bakmagan bir neme eken.
Yangi bir uqum ekan. Endi bu shu Tara teoriyasi muvaffaqiyat qozonib qolsa, qanday yangiliklar borliq keldi. Kelish ehtimoli bor. Tara teoriyasi agar muvaffaqiyat qozonib qolsa qanday nimalar borliq keldi degan vaqtda birinchisi manda aytsak bo'ladi. Tarix qarasak shu vaqtda fizikaning davrlari bor endi. Newton klassik fizikaningki asoschisi deymiz endi. Endi Einstein shu vaqtda olamning asosi, ya'ni gravitatsiya deb. Ya'ni bo'shliq olam bo'shliqi ularniki nazariyalar bor, tarmanlik nisbiylik nazariyasi, tamanlik nisbiylik nazariyasi. Endi kvant shu vaqtda zarrachalar dunyosi, ya'ni atom va undan kichik bo'lganlarni tadqiq qildi. Endi Schrödinger teoriyasi shu vaqtda borliq agar muvaffaqiyat qozongan bo'lsa, koinotning qurilishi degan gap. Ya'ni butun olamningki qurilishi. Xuddi bir qurilishni etsaq, shu qurilishninki eng asosiy moddasini deb chiqaradi degan gap. Endi bularninki mayadagi bir nimalar so'zlash cho'qim bilishimiz kerak. Bu joyda bularning hammasi joyda texi nazariyaviy bilim. Ya'ni nazariya demoqchi. Endi bu joyda uzun muddatlik nimaga aylangan vaqtda uninkidan balki mexanikaga aylandi, uninki joyda andin texnikaga aylangan. Birinchi qadamda dema hamsa. Nazariya bo'ldi, uninkidan mexanika aylandi. Mexanikadan degan gap matematik formulasi chiqdi degan gap. Matematik formulasi chiqdi degan gap undan paylanib texniklik bir narsa yasalamiz degan gap. U vaqtda uninkidan bu texniklik asos bo'ldi deymiz. Endi shu vaqtda endi biz bunda qaralaymiz degan. Masalan, hozir ishlatayotgan bizningki GPSlar bor. Bizning GPSlar dunyoda 7 davlatning o'zining GPS var, 5 davlatning o'zining mustaqil va 2 davlatning o'zininki boshqalarning asosiy qurilgan GPS sistemalari bor. Qolgan davlatlarning hech qanday GPS sistemasi yo'q degan gap. Endi mushunda bir holat tutdi degan gap. Mushunda bir vaqtda quantum GPS chiqdi degan gap. Bu nima degan vaqtda bu GPS masalan boshlangan GPSlar sizda daxil qila olasizmi? Tavrinish bo'ldi qashdan bu. Tavrinish orqali. Tavrinish vaqtda siz tavrinish daxil qilish orqali uzutalamsiz, uzutalaysiz degan gap. Endi quantum GPS joyda uni uzolmaysiz degan gap. Shu hozir GPSlar yasalyapti endi. Agar joyda isbotlansa joyda texnikum bu quantum GPSlar, tranzistorlar, anikan joyda quantum nazariyasining asosini texnikum puxtlaydi degan gap. Xuddi masalangidaylar burun bu Facebook, Instagram binasilar yo'qdi. Video binasimi yo'qdi shu. Hani barqarorlikka video yollaydigan bo'ldi. Uning kelimada so'zlashadigan narsa bo'lib ketdi. Nahmadan taqilib ketdi. Har bir davrda asta-asta taraqqiy qilib minib qanga o'xshash. Hamda hozir bir izlanish bosqichida tadqiq qilyapti. Uning keyin 2-qadam, 3-qadam bo'lgan ekan. Biz o'ylab boqmagan, ya'ni yangi texnikalar. O'ttirib chiqadigan gap, masalan, bundan 10 yil burun yoki 20 yil burun dunyoning xoligan yerida 2-3 odam yoki bir necha odam chiqib hamda so'zlashib telefon BBC'ni ko'rishib paranglashib turdi. Qanday texnikada bilmaydik-da u narsani. Voy, men oshlardan deya bu qanday ko'rdi, aynak bo'lmasa, bijim bo'lmasa aytdi. Endi hozirgi bu reallikni hozir ko'z oldimizdan ko'ryapmiz mana. Siz dunyoning o'chida hozir yarim kecha bo'ldi. Bilan dunyoning bu tarafida biz tushdik bo'ldi. Mana bir yerda bir makonni ko'rishyapmiz-da hamda. Jig'ib aytganda hamda kelgusi yana biz o'ylab boqmagan nurg'un texnikalarniki ro'yobga chiqish uchun ham shunaqa teoriyalarniki tadqiq qilinishi bizniki nurg'un yangiliklarniki barliq kelishiga bir asos soldi degan gapda hamsa. Biz bu yerda so'zlaganlik quantum mashina o'ynash emasmi? Ashuna joyda yangi algoritmlar degan gap. Yani algoritmlar barliq kelish imkoniyati joyda bizga sur degan. Uning keyin energiya deb, vakuum energiyasi deb. Vakuum deymiz, vakuum deyish nima yo'q deyiladi. Uning keyin joyda bo'shliqning qurilmasi. Hozir insonlar bo'shliq desa, odat 3 xil bo'shliqni ko'z oldiga keltirdi-ku. Birinchi vaqtda hammadan bildigan. Butun omma bildigan bo'shliq degan gap. Ikkinchi vaqtda fizik o'qiganlar bildigan bo'shliq degan gap. Uchinchi bo'shliq joyda quantum fizik o'qiganlar bildigan bo'shliq degan gap. Hammadan o'zining bilim seviyasiga bir kurash doirasi bor da. Shu bo'shliq degan gapni siz ko'rsangiz uyda hech nima bo'lmasa, bu uy bo'sh ekan deysiz-ku. Hech nima deysiz. Ammo fizik o'qigan joyda o'y nurg'un molekulalar buni ichida. Bu molekulalar. Uni vakuum deydigan bir narsa-ku. Vakuum ketgan narsaga fizik o'qiganlar vakuum desa, bo'shliq deb biladi degan. Ammo quantum physics kelganda bo'shliq emas u yerda nurg'un ya'ni elektronlar bor, kvarklar, ustda osti kvarklar bor deb qaraymiz degan. Hamma joyda bu Schrödinger teoriyasi chiqqan joyda bo'shliqqa yana bir ta'bir beramiz degan gap. Hozirga 3 ta'bir berib bo'ldik-ku. Endi 4-chi bir aniqlama chiqadi degan gap hadi.
Boşluq degan zat nima? Boşluq degan zat bo'sh nimami yo'qmi? Nashq degan gap. Biz mush nisbiylik nazariyasi qaro yuqori haqida bir suhbat o'ylashtirib baqsak o'g'dikishma. Jiq Qaro- anglaymiz buna narsalarnikini. Lekin biladiganimiz tayinliq, işte biladigan kasb egalarini bir o'ylasak o'g'dik. Yani oxirgi bir savol, yana men qarindoshimiz bir savol so'rabdi. Rahmat muallim tara nazariyasi degandan tavrinish nazariyasi deb olsak texim mos kelamni qandoq deydi. Tavrinish. Tavrinish nazariyasi. Tavrinish degan inglizcha neydi? Shuni degan tavrinish degan gap emas-ku. Söylegan tavrinish hamka o tavrinish. Ma'nisi endi men bu yerdagi nimasini o'qigan vaqtimcha vaqtda, masalan, shuni deb yozsanglar, lug'atda dedim-ku, uyg'urcha vaqtda ziyib yoki sim deb chiqadi. Ashta ekan. Ama onun men ma'nisini sas qilib so'zladim. Tara, yani duttani tarasini tushunish oson bo'lsin. Ko'z oldimizga keltiramiz, men duttacha cho'ng'al. Unaga bunda ashna bir titrashgan deb ko'z oldimizga jipni desak, jip titram deydigan gap bo'ladi. Simni ko'rsak, sim titram deydigan gap bo'ladi. Şu ashni bir bo'lsin deb ma'no qo'ygan. Masalan, sen quantum entanglement deydigan bir narsa-ku. Quantum chirmish deb tarjima qildi, qaytish deb tarjima qildi degan. Men o'sha joyda yiroqdan ta'sirlash deb tarjima qilgandim. Biroz uzunroq, ammo yoki bo'lmasa bog'lanish deganda tarjima qilgandim-chu. Shuningdek, ma'no jihatni to'g'ri ifodalaydigan. Endi bu bizning tilshunoslar qilgan ishlar endi. Bizning tilshunoslar bog'chada nima? Bog'chada vatan sirtiga bag'ishida vatandagilar turmada bo'lganlik uchun joyda uningki amal yo'q endi. Shu o'zimiz ma'nosini chiqarib turamiz. Agar joyda shunday o'lchamlashgan Uyg'ur tili manda desak bo'ldi degan turimiz, albatta Uyg'ur tilining manfaati uchun qabul qilamiz. Qabul qilmaydigan ish yo'q. Rahmat, emas vaqtimiz bilan bugungi suhbatimiz mushagicha oxirlashsin. Bugungi bu suhbatda biz shuni tushundikki, bu koinot, bu dunyo, biz yashayotgan dunyo biz tasavvur qilgandimi murakkab, güzel ve bir çetişlik ekan. Qavoljon sizniki bugungi suhbatimizga tara teoriyamizdagi sirliq dunyosi qilgan bu safarimiz bizning tafakkurimizni kengaytdi, texnik yangi texnikalarniki chiqish uchun dastlabki bir tushunchalarga ega qildingiz. 2026-yil kvant texnik yilining tunji diksiyasini bizga shuni his qildiki, dunyo tez o'zgaryapti. Biz bu o'zgarishning sirtida qolmasligimiz kerak. Ilm fan bilan oqargan bir millatning kelgusi hamisha parlaq bo'ladi degan yana bir tushunchani xalqimizga his qildiramiz. Ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatimliq Uyg'ur choyxonasida texnik qiziqarli programmasini sunishingizga tilakdoshmiz. Jumladan ekran oldidagi qarindoshlar ko'rayotganinglardek bu qavolja izchil so'zlab kelyapti. Mana 2-yil qadam qo'ydi. Undan boshqa yana har qaysi sohalarniki o'qigan ilm ahlilari o'qib qolsa, o'zingni bilgan bilimni millatimizga sunayli. Vatanchilikka butun dinimiz tugida yo'q edamda, yo'q qilyapti Xitoy hukumatda, tajovuz hukumatda. Ham chet ellardagi sanoqli shu Uyg'urlarimiz hamda o'zimizniki bilimidan, bilganlarimizni millatimizga sunish orqali Uyg'ur tilini birinchi qo'g'dab qola olamiz. Ig'iz tilimiz texnik yaxshilanadi. Bundan boshqa texnik ko'p texnik bilimlarni, ilm-fan bilimlarini xalqimizga tushuntirish uchun bir-biridan yaxshi aloqalarni qura olamiz. Buning uchun har bir ziyoli o'zimiz qaysi soniki bilimni, millatimizni oqotish, millatimizni bildirishni niyat qilgan bo'lsangiz, aloqalashinglar, ekranimiz hammamiz sizlar uchun ochiq. Bu qancha ko'p soni odamlar chiqsa, millatimizniki bilim saviyasimi, millatimizning bilim qurilmasimi shu qadar yuqori ko'tariladi. Shunga programmamizni taqib qo'yinglar, atrofingizga tashqib qo'yinglar. YouTube kanalimizga ergishib olinglar. Ko'pdan ko'p rahmat Qavoljon. Biz kelar sonda ko'rishaylik. Bugun programmamiz oxirlashdi. Allohga omonat. Bo'lamsa, xo'sh, Allohga omonat, salomat bo'lamiz.